Hozirgi paytda aktualniy bo'lgan mavzulardan biri bu popaga ko'krigiga gel qo'yish. Qizlarjonlar, Telegramdan, Instagramdan yoki bo'lmasa telefon qilasizlar, tinmay so'raysizlar, qo'yasizmi, qilib bering, iltimos, qo'l qo'yib beraman, rozisizlar hamma narsaga-da. Nima qilibdi, pulini olyapsiz, qilib bering. Men o'zim kosmetolog bo'lsam ham bu narsaga juda ham qarshiman. Ko'krigiga, popaga gel qo'ydirishinglarni umuman maslahat bermayman, qilmayman ham. Menga kelmanglar, mendan so'ramanglar, meni yozmanglar u narsa bo'yicha. Chunki u narsa zarar. Moskvada ham, masalan, Rossiyada ham, chet ellarda ham bu narsa taqiqlangan. Ko'krigiga, popaga gel qo'yish taqiqlangan chet davlatda. Bizani O'zbekistonga kelgan hamma narsa bizani O'zbekistonga kelgan. Pulni ketidan quvib yoki bo'lmasa o'sha narsani bitta odam qildim, o'sha narsani odam ham qilish kerak, qildirmanglar. Chiroyinglarni unaqa chiroyinglarni, nima desam, organizminglar qimmat narsa-yu. Oddiy, arzon narsaga almashib nima qilasizlar? Undan ko'ra implant qildiringlar, xirurgga borib, zararsiz. Ko'krikda qo'ydirgan gelinglar vaqt o'tishi bilan qo'ltiq ostiga yoki qorin sohasiga ko'chadi. Organizmga kiritilgandan keyin u to'qima hosil qiladi, fibroz bo'ladi, qattiqlashadi, kimdirlarda yiringlashadi. Uni xirurgiya yo'li operatsiya orqali olishga to'g'ri keladi. Ertaga masalan, Xudo ko'rsatmasin, saraton yoki qanaqadir kista nimadir bo'lishini oldini olishda ham aniqlay olmaysizlar. O'zingiz qilishda u gel sizlarga xalaqit beradi. Ko'rsatib bermaydi hamma narsani. Bir xilani saraton kasalligi o'tib ketyapti. O'sha ko'krigiga gel qo'ydirganlar vaqtida o'ziga borganda, tushganda ko'rinmagan o'sha narsalar o'tib tamom bo'lgandan keyin chiqib kelyapti u narsa. Nima qilasizlar? Qildirmanglar. Men o'zim kosmetolog bo'lsam, bu narsaga umuman qarshiman. Menga bu narsa bo'yicha murojaat qilmanglar, qilmayman. O'sha uchun iltimos qizlarjonlar, o'zingizlarning sog'lig'inglar bu sizlarning eng qimmat narsanglar hisoblanadi. Uning uchun ko'ra qildirmanglar. Vaqt o'tishi bilan